Uy sotish xizmati. Xo'p, bugungi uyimizni egalarining o'zlarining nomerlari bilan qo'yib ko'rsatamiz. 2 xona, birinchi etaj, o'zining detskiy plashatkалari, hamma narsalari bor. Adresimiz Gorgaz Cafe Bahordan kiraverish joyidan. Xo'p, mana bu bizning ko'chamiz, shinamgina ko'cha, daraxtlar, toza havo, hamma narsalari bor. Agar siz ham uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki arendaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, menga murojaat qiling, men sizga uyingizni tezroq sotishga yordam beraman. Xo'p, mana bu birinchi etajdagi 3 ta derazamiz bizaniki bo'ladi. Огородga havasim ketyapti, zelonka. Podyezdimiz toza remontdan chiqqan uyimizga kiramiz. Uyimizda remonti yo'q, uyimiz sal remont talab yoki-da studentlarga ijaraga beradigan holatda. Xo'p, sanuzel совмещенный kuxnya xonamiz. Uyimiz 50 kvadrat metr, o'zini balkoni ham bor. 50 kvadrat metr ichiga balkon kirmaydi. Xo'p, uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 50 kvadrat metr joy uchun $35,900 so'rayaptilar. Yana ozgina savdosi bor. Uyning egalarining o'zlarining nomerini qo'yib ko'rsataman. Yana savdo qilib, bemalol qanaqa savollaringiz bo'lsa, telefon qilib bezovta qilishlaringiz mumkin.